Ya uni olmaz. O'zim emizaman buni, tog'a. Sigirim yo'q. Ha, mendan chiqmaydi. Men tuqqanim yo'q. 50 mingga sotmasam, dadam o'g'ilmasam sotaman mashina. Uyimga borsa berimman. Necha 50 so'm qo'shing. Uyimga borsa bermayman. Uyimga borsa lekin narx ko'tarilib ketadi. Qaysan Samisi? Yo'q, buyog'ini kuymoq, samisi? Bop 81 ga ketdimi? Mahmud aka. Polvon berib. Mahmud aka. Qani foyda beradigani bormi? Shu yerda sotaman 50 mingga. Mana barakani oldi. 50 ming foydasiga sirasini. 81 ga mana oldi. Ana sotaman endi. 10 olayman. Lak bo'ladi. Lak bosqichlar Mahmud mana oldi. 81 ga berdi. Mahmud aka qancha foydasiga sotasiz? Mana shu yerda gapiring. 50 ming foydasiga sotaman. 50 ming foydasiga 50 ming foydasiga gapim gap. Kim bersa sotaman mana. Pulni sanab berganim yo'q. Sotaman 50 ming foyda berganiga sotaman. Tirishchilik. 81 ga olindi. Sanab bersam ham sotaman. 50 foydasiga. Sanab beraman. Sanaydi mana sanab beraman. Ana. Pul sanalyapman, ko'rib turinglar. Hurmatli obunachilar, ko'rib turinglar. Pul sanalyapman. Na Pul sanayam o'g'aring, 200 talik. O'yin yo'q deb gapiringlar siz. 5,5 million. Yuring va qo'ying. Biz Ketdi o'yin. mana. Hurmatli aka-ukalar, assalomu alaykum. Shahrixon mol bozorida kichkina o'sadigan bo'zak, anaqa limuzin xunajinchalarimiz akalar. Bu qaranglar. 17 millionga olindimi bu? 17 millionga olindi, bu qaranglar. Bu ko'ryapsizlarmi? Bu hali bu 10dan birida bu. Katta bo'lgandan keyin bu 30-40 litr suti bilan chiqadi bu, xudo xohlasa. Ayaqda baquvvatligini qaranglar. Bu shvedchi mana shved. 16 million 400. Novosmi bu? Bu novos ekan shvedimizdan. 16 million 400 ga olindi. Mana. Limuzin bilan anaqamiz. Shved novosimiz bu qaranglar. Ya xudo xolasa bu bir 5000 dollarlik novos olib ketadi bu katta. Bu 17 millionga olinibdi, bu qaranglar bu. Januar. 16 million 400 gami? Ha, qaranglar januarda. Nima? Oldim 8 million so'mga mana baraka. Qasinga so'rasiz Mahmud aka? Ziyon qilasizda, hamma ziyon qiladi. Kim foyda qilyapti? Mahmud aka qasinga beryapsiz. Qasinga beryapsiz. Necha pul? 8 million. 8 million. Oldim baraka. Yashov bo'lganini olaman deyapsizmi? Yashov bo'lib tuzalganini olaman. Ha. Olmay bo'lmasa bu yashil bo'lmagan. Ha, bo'lmaganini ham olaveraman. Ha, javob berimman. Xursandmisiz? Ha? 8 million. Ol, jiyanim bo'ladi deb xola, ayting. Bop baraka oldim. Bop, jiyanim bo'ladi, bop baraka. Bozorda elaydi o'rtasida. Ha, do'y foyda qilavermanglar, ziyon ham qilinglar. Ha, maza qilinglar sizlar ham. Biz ham ziyonga sotyapmiz-ku. Ha, Bosing. Hammaga ziyon qilasan, ha. Bosing. Xursandmisiz? Ha? 8 million so'mga oldim baraka. Gapimdan chiqqaniga bot baraka oldim. Bor oldi. Xursandmisiz? Olmami deyalasizmi? Qo'lingiz barakasi bormi? Meni foyda qilaymi? Xursandmisiz? Oldim baraka. Bas bermang. Olma. ketmay, oling endi. O'sha millionga dahshatini beryapti. O'shamdagi trend yurib tursin, hamma blogga tashab. Bersiz oldim. Men bola kelgancha 8 millionga borib bermadi deb o'zi oldim mana. Bo'lsa bering. Beradi, beraylik. Oldim. Vashi olmammi? Olma. Terasimi? Bir kam endi tutadi, o'tib yurishim qoladi deb qo'ying-da. O'tam yo'q hozir dalalarda ham barini. Qurigan o'tda borni yemaydi. Quyon yeb ketyapti-deng. O'rtamiz 8 ga. Olmami deyalasizmi? Deyolmaymi? Hali bera. Necha pulga chiqdi o'zi bu? 8,5 qo'llaki, 10 million. Qani? Yo'q. Men bergan 8 million bor. Ol Mahmudni. Hozir Ol Mahmuddan baraka oldim. Ol Mahmudni. Ol Mahmuddan baraka oldim, bo'p baraka oldim. Oldim baraka oldim. Oldim baraka, ol.
Mahmud akam rolda. 8 million. Ko'p baraka oldim bor. Ko'p baraka oldim. Ol Mahmud degan. Oldi, ko'p baraka oldim. Bermasa ham olaman. Yaxshi, Oldi. Oldim 8 million. Men oling. Bular olmayman, men oling. Siz olyapman. Rentamani men oling. Basharam bilan oling, men roziman, olavering. Like bosinglar, o'rtoqlar. Rossiyadagilar. Like bosinglar. Sharqolilar like bosinglar. Bob baraka oldim, bor oldim. Ol Mahmud deyalasizmi? Pulim ham tushib ketdi, shimim ham tushib ketyapti jalar. Ol Mahmud deb qo'ying. Ol Mahmud degan. Ziyon qiling-da, ziyon qiling. Mahmud desangiz bo'l. Bob baraka oldim, xursandmisiz? 5 pul 6,5 mi? 8 million. Mana bu 6,5. Bu Mahmud bu. Xonajinimizga 8 million so'rab berib turibdi, lekin 8,5 ga so'ralgan 17 deyapti. millionga berasizmi? Xom xaridori. 8 millionga berasizmi? Yo'q u pul. Yo'q. Havoda ham yo'q. 8 million bor puli. Xursandmisiz? Oldim baraka. Ko'p baraka oldim. Mahmud aka 50 so'm qo'shing sekin. 50 so'm qo'shib Sen qo'ying. berasanmi? Ha, men beraman 50 so'm 50 qo'shing. so'm foyda qildim deb 15 qo'yram hammasiga olib. Bering aka, bering. Ko'tarmaydi. Sig'maydi ham. Orqasidan siysa ham olaveraman, onajim bo'lsa ham olaveraman. Ondan siyisharman. Mana qani, savdo qilyapti, qani? Yo'q, aka, u bari xom. Mendan bilan yo'q. U xom so'rab qo'ygan, xolos. Haqiqiy xaridor yo'q, realni. Mana. Xursandmisiz? Kelib 8,5 beraman deb tursa ekan, bu ham qo'shsa bo'ladi. Hech kim so'ramaydi aka. To'g'risini aytasizmi? Aka, u sizgacha, men qarang, sizgacha menga yolg'on u. Menga yolg'on, men bor pulimga savdo qilaman. Birinchidagiga savdo qilmayman. Ma baraka. Gapim gap. 8 million so'm sana beraman mana shu yerda. Xursandmisiz? Ol Mahmud deyalasizmi? Ko'p baraka oldi. Moshinangiz, bu molingiz kallasi oqib olyapman, bo'lmadi. Aka, Olamiz hozir. Menga foydasi qilsa. Olamiz hozir. Mana qizig'i bo'lib qoldi. Olang 2 mingga berib, majmuada olmay qo'yaraman. Kerakmi? Xursandmisiz? Bash kim bilan. 50 ming qo'shib beraman. Bu akam aytgan 50 ming siz qo'shib berasiz. Bo'pmi? Yutga chiqqanimga bo'pti. Bo'ldi. Bu senlar kuchaytirgan, men telefonga pul solib qo'y. Maza qiling meni. Yotib yutib ko'ring meni. Ol Mahmud deyapsiz, 50 ming qo'shib berdim. 8 million tinni qilib ketavering. Xursandmisiz? Ko'p baraka. Bo'p 100 ming so'mga beraman. Ko'p baraka oldim. Ko'p baraka oldim. Ol Mahmud deyalasizmi? Aka bering 100 ming so'm qo'shib qo'ying. Pulim ko'pligidan tushib ketyapti. Şimdi ko'taring. Xursandmisiz? Yo'q, latam qani? Oyog'i nima bo'libdi? Oyog'i nima? Hech qanaqa gibridman. Hasaki molda bo'ladi, gar o'ynaysizmi? Molingiz yutib olishda o'ynayman. Hasaki molda bo'ladi, hasaki. Hasaki. Gibridni bilinmanmi? Shunday tushganman-da, shunday tushganman, Moltaga tushganman. Bu yoq chiqqandan beri Moltayda yuradi. Ha, mol bozorda tug'ilganman. Hasaki nima? Mana shu molga olyapman. Hatta hasaki. 8 million 100 ming so'mga bob baraka oldim. Ol Mahmud desiz oldim, bob baraka oldim. Bering Mahmud aka. Bor. Oling. 8 million tanlab pul olib keting. Yo'l tirez bozor partiyasi hamma yo'q ichida. Em qo'yadi qochib oling aqa. Bob baraka oldim. 100 ming qo'shib ber. Trend yuraman deyapti. Trenddaman o'zi. Trendda yuribman, o'zi trendga chiqarib qo'yganman. Xursandmisiz? Kim foyda qilyapti? Qani foyda qilgan so'rab keling, bo'zayni ushlab turaman. 8 million 100 ming so'm. Men foyda qildim. Ha. Ya'ni bermaganmi qo'shib? Qani, kesin. Olmadi. Aytib qo'ying, olmadi. Ya olmadi. Qanaqa qilib sotaman? Qaradori bormi? Ha, bu bering 8,5 ga o'zi sotib bering 9 million so'm. Yo'laveraman, unaqaga ham o'ynayveraman. Sotamayapsiz o'zingiz. O'zi sotarsiz, voqacha ertamatandan beri soat 9-10 bo'lyapti.
Realni so'rab turgani 8 millionga so'rayapti. Mahmudjonni gapi kirmayapti mana. Ey, like bosinglar. Dehqon ekan, lak bosinglar mana bu kanalga. Nima edi ati kanalni? Olib foydalangan, Begus. olmay foydalangan. Begusga lak bosinglar mana. Mahmudjon 50 mingga internet sotaman portalida olsam. mana ukaxon. Sotaman 50 ming so'mga. Mana shu Sotadi. qaradori bo'lsa arqamda. Sotadi. Sotaman. Bering ana. Mahmud aka 50 yana qo'shingchi nima deydi ekan? Yo'q, o'zing qo'shib ber, olur. Bolani hurmati. Unaqa qilmang. Olma. 81 ga oldi. Yo, yarim Aka 81 ga chiqdi. Xursandmisiz? Hurmatli aka-ukalar, assalomu alaykum. Shahrixon mol bozorida kichkina o'sadigan bo'zak, anaqa limuzin xunajinchalarimiz akalar. Mana qaranglar. 17 millionga olindimi bu? 17 millionga olindi, mana qaranglar. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu hali bu 10dan birida bu. Katta bo'lgandan keyin bu 30-40 litr suti bilan chiqadi bu, xudo xohlasa. Ayaqda baquvvatligini qaranglar. Bu shvedchi mana shved. 16 million 400. Novosmi bu? Bu novos ekan shvedimizdan. 16 million 400 ga olindi. Mana. Limuzin bilan anaqamiz. Shved novosimiz, mana qaranglar. Xudo xolasa bu bir 5000 dollarlik novos olib ketadi bu, katta. Bu 17 millionga olinibdi, mana qaranglar bu. Januar. 16 million 400 gami? Ha, qaranglar, januarda. Nima? Oldim 8 million so'mga mana baraka. Qasinga so'rasiz Mahmud aka? Ziyon qilasizda, hamma ziyon qilyapti. Kim foyda qilyapti? Mahmud aka qasinga beryapsiz. Qasinga beryapsiz. Necha pul? 8 million. 8 million. Oldim baraka. Yashov bo'lganini olaman deyapsizmi? Yashov bo'lib tuzalganini olaman. Ha. Olmay bo'lmasam bu yashil bo'lmagan. Bo'lmaganini ham olaveraman. Ha, javob berimman. Xursandmisiz? Ha? 8 million. Ol, jiyanim bo'ladi deb xola, ayting. Bop baraka oldim. Bop, jiyanim bo'ladi, bop baraka. Bozorda elaydan o'tasizda. Ha, doy foyda qilavermanglar, ziyon ham qilinglar. Ha, maza qilinglar sizlar ham. Biz ham ziyonga sotyapmiz-ku. Ha, Bosing. Hammaga ziyon qilasan, ha. Bosing. Xursandmisiz? Ha? 8 million so'mga oldim baraka. Gapimdan chiqqaniga bor baraka oldim. Bor oldim. Xursandmisiz? Olmami deyalasizmi? Qo'lingiz barakasi bormi? Meni foyda qilaymi? Xursandmisiz? Oldim baraka. Bas bermang. Olma. ketmay, oling endi. Millionga dahshatini beryapti. Hammaga trend yuribdi o'zi, hamma bloger tashab. Bersiz oldim. Men bola kelgancha 8 millionga borib bermadi deb o'zi oldim mana. Bo'lsa bering. Beradi, beraylik. Oldim. Vashi olmanmi? Olma. Terasimi? Bir kam endi tutaydi, o'tib yurishim qoladi deb qo'ying-da. O'tamay hozir dalalarda ham barini Qurigan o'tda borni yemaydi. quyon yeb ketyapti-deng. O'rtamiz 8 ga. Olmami deyalasizmi? Deyolmaymi? Biror hali beraman. Necha pulga chiqdi o'zi bu? 8,5 qo'ldagi 10 million. Qani? Yo'q. Men bergan 8 million bor. Ol Mahmudni. Hozir Ol Mahmuddan baraka oldim. Ol Mahmudni. Ol Mahmuddan baraka oldim, bo'p baraka oldim. Oldim baraka oldim. Oldim baraka, ol. Mahmud akam rolda. 8 million. Bo'p baraka oldim, oldim bor. Bo'p baraka oldim. Ol Mahmudni gen. Oldi, bo'p baraka oldim. Bermasam ham Yaxshi, Qilasizda? Oldim. Oldim 8 million. Men oling. Bular olmang, men oling. Siz olyapman. Rentamani men oling. Basharamni oling, men roziman, olavering. Like bosinglar, o'rtoqlar. Rossiyadagilar. Like bosinglar. Shashilinglar, like bosinglar. Bo'p baraka oldim, bor oldim. Ol Mahmud deyalasizmi?
pulim ham tushib ketyapti, shimim ham tushib ketyapti jalar. Ol Mahmud deb qo'ying. Ol Mahmud degan. Ziyon qiling-da, ziyon qiling. Mahmud deysanmi? Xo'p, baraka oldim. Xursandmisiz? 5 pul oldim. 8 million. Mana 6,5. Bu Mahmud bu. Xonajinimizga 8 million so'rab berib turibdi, lekin 8,5 ga so'ralgan 17 millionga berasizmi? Xom xaridori. 8 millionga berasizmi? Yo'q u pul. Yo'q. Havoda ham yo'q. 8 million bor puli. Xursandmisiz? Oldim baraka. Xo'p, baraka oldim. Mahmud aka 50 so'm qo'shing sekin. 50 so'm qo'shib Sen qo'ying. berasanmi? Ha, men beraman 50 so'm 50 qo'shing. so'm foyda qildim deb 15 qo'yram hammasiga olib. Bering aka, bering. Ko'tarmaydi. Sig'maydi ham. Ularchi, ha? Orqasidan siysa ham olaveraman, onadin bo'lsa ham olaveraman. Ondan siyasharman. Mana qani, savdo qilyapti, qani, qani. Yo'q, aka, u bari xom. Mendan bilan yo'q. U xom so'rab qo'ygan, xolos. Haqiqiy xaridor yo'q, realniy. Mana. Xursandmisiz? Kelib 8,5 beraman deb tursa ekan, bu yoq ham qo'shsa bo'ladi. Hech kim so'ramaydi aka. To'g'risini aytasizmi? Aka, u sizgacha, men qarang, sizgacha menga yolg'on u. Menga yolg'on. Men bor pulimga savdo qilaman. Birinchidagiga savdo qilmayman. Ma baraka. Gapim gap. 8 million so'm sana beraman mana shu yerda. Xursandmisiz? Olmoqmi deyalasizmi? Xo'p, baraka oldi. Moshinangiz, bu molingiz kallasi oqicha olyapman, bo'lmasa. Aka, Olamiz hozir. Menga foydasi qilsa. Olamiz hozir. Mana qizig'i bo'lib qoldi. Bolang 2 mingga bering, majmolda olmay qo'yaraman. Kerak emas. Xursandmisiz? Bosh kim bilan. 50 ming qo'shib beraman. Men akam aytgan 50 ming siz qo'shib berasiz. Bo'pmi? Yutga chiqqanimga bo'pti. Bo'ldi. Men senlar kuchaytirgan, men telefonga pul solib qo'y. Maza qiling meni. Yotib yutib ko'ring meni. Olmoqmi deyapsiz, 50 ming qo'shib berdim. 8 million tinni qilib ketavering. Xursandmisiz? Xo'p, baraka. Xo'p, 100 ming so'm qilib beraman. Xo'p, baraka oldim. Xo'p, baraka oldim. Olmoqmi deyalasizmi? Aka bering 100 ming so'm qo'shib qo'ying. Pulim ko'pligidan tushib ketyapti. Şimdi ko'taring. Xursandmisiz? Yo'q, latam qani? Oyog'i nima bo'libdi? Oyog'i nima? Hech qanaqa gibridma. Hasaki molni bo'ladi, gar o'ynaysizmi? Molingizni yutib olishda o'ynayman. Hasaki molni bo'ladi, hasaki. Hasaki. Gibridni bilinmanmi? Shunday tushganman-da, shunday tushganman, Moltaga tushganman. Bu yoq chiqqandan beri Moltayda yuradi. Ha, mol bozorda tug'ilganman. Hasaki nima? Mana shu molga olyapman. Hatto hasaki. 8 million 100 ming so'mga bob baraka oldim. Olmoqmi desiz oldim, bob baraka oldim. Bering Mahmud aka. Oling. 8 million tanna pul olib keting. Yo'l tirez bozor partiyasi hamma yo'q ichida. Em qo'yadi qochib oling aqa. Bob baraka oldim. 100 ming qo'shib berdi. Trendda yuraman deyapti. Trenddaman o'zi. Trendda yuribman, o'zi trendga chiqarib qo'yganman. Xursandmisiz? Kim foyda qilyapti? Qani foyda qilgan so'rab keling, yuzingizni ushlab turaman. 8 million 100 ming so'm. Men foyda qildim. Ha. Ya'ni bermaganmi qo'shib? Qani, kesin. Olmadi. Aytib qo'ying, olmadi. Olmadi. Ya olmadi. Ya olmadi. O'zim emizaman buni, tog'a. Sigirim yo'q. Ha, mendan chiqmaydi, men tuqqanim yo'q. Qanaqa qilib sotaman? Aradori bormi? Ha, bu berilmayapti 8,5 ming, o'zi sotib bering 9 million so'm. Yo'laveraman, unaqaga ham o'ynayveraman. Sotamayapsiz o'zingiz. O'zi sotarsiz, voqacha ertamatandan beri soat 9-10 bo'lyapti. Realni so'rab turgani 8 millionga so'radi. Mahmudjonni gapiga kirmayapti mana. Like bosinglar. Dehqon aka, like bosinglar mana kanalga. Nima edi ati kanal? Olib foydalangan, olmay foydalangan. Beguzga like bosinglar mana. Mahmudjon 50 mingga sotaman hozir. mana ukaxon. Sotaman 50 ming so'mga. Mana shu xaridori bo'lsa arqamda. Sotaman. Bering ana. Turatdi. 50 mingga sotmasam,
Dadam o'g'ilmasa sotaman mana shu yerda. Qo'shing. Uyimga borsa berimman. 50 so'm Ha, uyimga borsa bermayman. Uyimga so'm borsa qo'shing. lekin narx ko'tarilib ketadi. 81 Mahmud aka 50 yana qo'shingchi nima deydi ekan? Yo'q, o'zing qo'shib beraver, olur. bolani hurmati. Unaqa qilmang. Olma. 81 ga oldi. Yo, yarim Aka 81 ga chiqibdi. Xursandmisiz? Xursandmisiz? Yo'q, bu yog'ni kuyma, xursandmisiz? Barak yo'q. 81 ga ketdimi? Mahmud aka. Polvon berib. Mahmud aka. Qani foyda beradigani bormi? Shu yerda sotaman 50 mingga. Mana barakani oldi. 50 ming foydasiga sirasani. 81 ga mana oldi. Ana. Sotaman endi. 10 olayman. Lak boshlaylar Mahmudjon mana oldi. 81 ga ber. Mahmud aka qancha foydasiga sotasiz? Mana shu yerda Mana shu gapiring. yerda 50 ming foydasiga sotaman. 50 ming foydasi 50 ming sotadi. foydasi gapim gap. Kim bersa o sotaman mana. Pulini sanab berganim yo'q. Aha. Sotaman 50 ming foyda berganiga sotaman. Tirishchilik. 81 ga olindi. Sana bersaman sotaman 50 foydasiga. Ana. Sana beraman. Sana Dadam endi o'g'lim berman. mana sana beraman. Ana. Pul sanalyapman, ko'rib turinglar. Hurmatli obunachilar, ko'rib turinglar. Pul sanalyapman. Na Pul o'yin sani ham yo'q. o'qoring, 200 talik. O'yin yo'q deb gapiringlar siz. 5,5 million. Beraman qo'ydi. Biz Ketdi o'yin. o'zi mana. Mol olindi 81 ga. 8,5 soting aka, 50 so'mga bermaysiz. Ha, bu ham. Ayog'i o'ryapti bu haromini. Oyoq hech yeri olmaydi aka, yetalak yo'q. Mo cho'laq ekanman u. Olmadim. Mon qara, ayog'ini bosamayapti-yu bu. Bu uyushpaga oyog'i. Qani o'rgan. O'riga uyushpagan prosta turaverib. Va oyog'i sog'lommi Mahmud aka? Ko'rib turibdi seni Mahmudjon. Gap. Oling, pulni oling, unaqa qilmang, barakani o'ltirmang. Mahmud aka, Og'riyapti, qana sotaman. oyog'i o'riga yo'q. Ana oyog'i og'riyapti. Og'riyapti oyog'im. Yo'q, olmadi. Og'riyapti. Og'riyapti.